Assalomu alaykum hammaga. Demak, sizlar bilan bitta chiroyli bir geometrik savolni yechimini ko'rib o'tamiz. Hop, masalan, shart nimada bo'ladi? Endi buni hayotga bog'liqlik taraflari ham bor. Masalan, hammalarimiz ko'rganmiz stolbalarni. Ko'chada, boshqa joyda. Shuni masalan ustun deb aytamiz mana. Keling, mana A ustun turibdi, ya'ni A1 ustun turibdi, bu yerda B1 ustun turibdi. A1 ustunning uzunligi nimaga teng ekan? A ga, B1 ustunning balandligi B ga. Va o'sha ustunlar orasidagi masofa nimaga teng ekan mana bu yerda? Masofa C ga. Demak, bu chiziq bizga hozir kerak emas bo'lgan shu o'chirib yuboramiz. Endi biza masala sharti nimada bo'ladi? A ustun tepasidan kelinglar. Bitta sharchani to'g'risi bo'lib yubordik. Bitta sharchani yubordikda kaptok desak bo'ladi. O'sha kaptok keldida urildida B ustunning uchiga uchib chiqdi. Tushundingizlar? A ustun tepasidan, demak A1 B1 chiziqqa demak urildida tepaga nima qilib ketdi? Urib chiqdi. O'shanda qanaqadir AX plus BX degan masofa bo'lsa-ku, to'g'rimi? AX plus BX masofaning demak nimasini topishimiz kerak ekan? Minimal. Va bu minimal qachon bo'ladi degan savolni hozir sizlar bilan nima qilib chiqamiz? Ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Buning uchun qilinadigan ishimiz qaranglar. Kelinglar, qanaqadir x nuqtada kesib o'tsin. Va bu x nuqtani topishdan iboratda masalani yechimi, to'g'rimi? Buni topolsak, masala bu yerda hal qaysi bo'ladi? Geometrik nuqtai nazardan. Qaranglar. Ya'ni Pifagor yoki bo'lmasa burchaklar, boshqa bir narsalardan osongina yechib tashlasa bo'ladi. Qaranglar. A1 x3 burchakni kelinglar, mana bu L chiziqqa nisbatan simmetrik pastga ko'chiramiz. Demak, bu yo'q A bo'lsa uzunligi, mana bu tarafi ham nima? A bo'ladi. Mana bu uzunlik. Mana bu uzunlikka teng bo'ladimi? Lekin endi bu qanaqadir A' ga o'tdi. To'g'rimi? Demak, qarang. A ximiz mantiqan teng bo'lib qoldi. A' x degan masofagami? Ya'ni mana bu chizig'imiz teng bo'lib qoldi. Qayerga? Mana shunga. Endi qarang, nimani tutashtiramiz? Keling, mana buni tutashtirib ko'ramiz. Nima paydo bo'ldi bu yerda? O'tmas burchakli uchburchak. Va uchburchakni xossasi bor, ya'ni uchburchak yasalish sharti yoki uchburchakning tengsizligi deymiz. Uchburchakning ikkita tomonini qo'shsak, nima bo'ladi? A' x ga qo'shamiz bx ni. Bu katta x teng bo'lishi kerak nimadan? A' bdanmi? A' bdan. Qaranglar, bu mantiq AX mi? Demak, biror narsani o'zimizning minimum qiymatini topish uchun, masalan, A sonining minimal qiymatini topish uchun, buni katta yoki teng nimadir son topish kerakmi bu yerda? Katta yoki teng agar 3 sonni topsak, masalan, faraz qiling, A katta yoki teng 3 desam, demak, A ni minimal necha deya olaman? A ni minimalni 3 deb aytib keta olamiz, to'g'rimi? Ana endi AX plus BX ni ham o'shanaqa qanaqadir katta yoki ifodasini topasizmi? Demak, masalan, qaysidir ma'noda yechgan bo'laman, to'g'rimi? Ana endi qarang. Bu katta yoki nima ekan bunda? A' bmi? Demak, buni minimal qiymati nima ekan? A' b to'g'ri chiziq ekan, to'g'rimi? Ya'ni kesma. Bu aynan shu minimumga erishish uchun demak y nuqta qayerda bo'lishi kerak ekan? Ya'ni bu x nuqta. Mana bu yerda bo'lishi kerakmi? Kelinglar, shuni qandaydir y nuqta deb nima qilib olamiz? Belgilab olamiz. Demak, endi biza x nuqtaga emas, qaysi nuqtaga borishimiz kerak ekan? Y ga bitta sakrab, keyin chiqishimiz kerak ekan. O'shanda ya'ni kelinglar, oddiy qilib tushuntiraman. Demak, x y nuqtaga teng bo'lib qolsa, o'shanda ax plus bx ifodani qiymati nima bo'lar ekan? Minimum qiymatga erishar ekan. Va o'sha minimum nimaga teng bo'lar ekan? A' b ga teng bo'ladi. Ya'ni demak, buni simmetrik ko'chirganimizdan keyin bu tarafda hosil bo'lib qoldi bu, to'g'rimi? Ya'ni bu yer bilan mana bu tengmi? Demak, mana bu yerdagi burchak simmetrik bo'lgani uchun alfa desak, bu yoq ham alfami? Ana endi bu yerda mana burchak ham o'zaro qanaqa? Mana bu chiziq buni kesib o'tgandan keyin bitta to'g'risi deganimiz uchun vertikalmi? Bu yoq ham alfami? Bu yoq 90 mi? Endi o'z-o'zidan ma'lumki, mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchak o'zaro o'xshash. O'xshashligidan nimani yasab bilamiz endi? Demak, buni endi polni o'chirib yuborsam ham bo'ladi, menimcha.
Demak, chiroy taqdik. Qarang. Yoki bo'lmasa keyingi betga demak o'tsak ham bo'ladi. Nimaligini o'zi tushunib oldik, to'g'rimi? Qarang. Xo'p. Misolni shartiga o'tamiz. Qanaqa sonlar bilan ishlashga harakat qilamiz endi. Masalan, kelinglar, birinchi ustunni balandligi 7 bo'lsa. Ikkinchi ustunni balandligi necha bo'lsa? 10 bo'lsin. Bularning orasidagi masofa nechaga teng bo'lsin? Keling. 9 ga. Shunda mana bu yerdan tushib chiqishimiz kerak bu yoqqa. To'g'rimi? Va tushib chiqqanimiz buni davom ettirganimiz mana bu nuqtaga qaysidir ma'noda elchi ziqqa nisbatan nima bo'lishi kerak? Simmetrik nuqtasi bo'lishi kerakmi? Ya'ni mana bu yer 7 bo'lsa, mana bu yer ham nima bo'lishi kerak? 7 bo'lishi kerakmi? Demak, bu yog'ini x desam, bu yog'i mantiqan nima bo'ladi? 9 minus x mi? Demak, mana bu cho'rchak bilan, ya'ni alfa, bu taraf ham alfami? Demak, bu yerdagi masofa mana bu masofaga tengmi? Ana endi qarang. X ni topsam, bitta Pifagor qo'llasam, mana bu taraf chiqib kelibdi. X topdim degani, demak qarang, mana bu a dedik, mana bu qanaqadir boyagi y, to'g'rimi? Buyog'i b. A y nimaga teng bo'ladi? A y ning kvadrati. 7 ning kvadrati plus x kvadratmi? B y ning kvadrati nima bo'ladi? 10 ning kvadrati, to'g'ri. 10 ning kvadrati plus 9 minus x ning kvadratimi? Mana. Endi bu yerda a y bilan b y ni topish nimaga qoldi faqat? Bitta x ni topsak, demak nima topiladi? A y ham topiladi, b y ham topiladi. Xo'p, x topish qaranglar. Mana bu uchburchaklar o'xshashligidan, ya'ni alfa burchak qarshisida 7, to'g'rimi? Bunda alfa burchak qarshisida nima turibdi? 10 mi? Ana. Demak, masalan, mana bu yerni beta desam, bu yoq ham nima bo'ladi buni? Betami? Beta burchak qarshisida nima turibdi? Demak, birinchi bunga qarayman, birinchi bu uchburchakka. Sabab birinchi mana bundan boshlaganman suratga. Betani qarshisida bunda x turibdi. Bunda betani qarshisida 33. Proporsiya 63 minus 7x teng 10x mi? Topsak 17x teng 63x teng 63 taqsim 17. Bu yog'ini endi kasr hisob kitob bo'lgani uchun qilmayman hisob kitobini. Demak, shart emas. Menimcha agar savollarda o'zi testlarda tuzilganda buni kasr, ya'ni mana bu yerda kasrli emas, qanaqadir ildizdan chiqadigan qilib bemalol tuzish mumkin bo'ladi. Ya'ni x topganimizdek olib borib qo'ysak, nima chiqadi bu? A y chiqadi. Olib borib qo'ysak, b y chiqadi va a y plus b y bu aslida bizlarga kerak bo'lgan a x plus b x ning nimasi bo'ladi? Minimumi nimaga teng bo'ladi? A y plus b y ga teng bo'ladi. Shunaqa masalani ishladik. Hammaga rahmat. Endi mana shunga o'xshash qiziqarli savollarni, demak, yechimlarini o'rganmoqchi bo'lsanglar, demak, Jahongir Akademiya kanaliga, YouTube kanaliga, Instagram sahifasi, Telegram sahifasi, mana Telegram kanallarimizda har kuni har bitta sinflar uchun mo'ljallangan, demak, testlarimiz bo'lib turibdi. Bemalol qo'shilib, bizlarning yangi bilimlarni, yangi metodlarni o'rganishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.